Erta tongdan uyg'onib o'zimizni tanib olganimizdan keyin nima deymiz? Albatta hammaga xayrli tong deymiz. Xullas hammaga happa xayrli tong o'rtoqlar. Bu videoni kech payt qo'yaman, lekin olgan vaqtim xayrli tong demandi. Xullas kalom qisqacha MBBT qilib bugun sizlarni ko'rsatuvga, ya'ni prямой efirda bo'lib o'tadigan ko'rsatuvga olib ketaman. Bu ko'rsatuvda Kaminai Kamtari boshlovchi sifatida ishtirok etadi. To'g'risini aytsam, boshlovchilik qilmaganman, o'shaning uchun juda ham hayajonlanyapman. Yetmaganiga ko'rsatuv jonli bo'lib o'tadi. Tezda tayyorlanib, kiyimlarimni olib Yoshlar kanaliga yetib keldim. Efirda dumalab qolmay deb zavtrak ham qo'vala qoldim. Jonli efirdagi mas'uliyat umuman boshqacha bo'lar ekan, to'g'risini aytsam. Ozgina repetitsiya qildik va ayni paytdagi his qilayotgan his-hayajonlarimni sizlar bilan ham bo'lishkim keldi. Voобще hayajonlanib ketganman, ishoningni qaltirib, tizzam qaltiryapti meni. Rahbarimiz Suhrob aka ham biz bilan birga. Mana shunaqa o'ynab efirni boshlab oldik. Agar kayfiyatingiz biroz yomon bo'lsa, hech qisi yo'q. Biz bilan qoling, sizning kayfiyatingizni minimal darajadan maksimal darajagacha olib chiqishga kafolat beramiz. Albatta. Ko'rinishimdan umuman hayajonlanayotganga o'xshamayman, lekin sal ne to gap bo'lsa yig'lab boradigan holatda turibman. Birinchi mehmonimiz o'zimni o'rtog'im Mehrozichka bo'ldilar. Ular bilan dublyaj mavzusida chiroyli suhbat olib bordik va shunaqa o'ynab ko'rsatuvni davom ettirdik. Keyingi mehmonimiz bilan ham suhbat juda ham qizg'in bo'ldi. Ko'rsatuvni o'ynab likkillab boshlab, o'ynab likkillab tugatdik va oxirida Efir tugadi. To'g'risi aytsam, bilmayman, ichimda nimadir shunda shu tushib ketgan bo'ldi. Xo'sh, hayot qanaqa chiqdi Nozanin? Nozanin bugun zo'r chiqdi. Kerakli joyida menga yordam ham berdi. O'zi biladimi? Gaplashib olamiz. Sizga javob efirimiz yoqdimi? Taklif uchun katta rahmat. Ko'proq chaqirib turing. shunaqa qilib bugungi mas'uliyatli ishni ham chiroyli uddaladim degan umiddaman. Efirni ko'rganlar bo'lsa kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Men uchun bu juda ham muhim.